Halimaning eri uylandimi? Uni opa-singillari haydab yuborishdimi? Assalomu alaykum aziz muxlis. Agarda kanalimizda mehmon bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lishni va videolar davomida bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Zero yaxshilikni qilguvchilar uni tarqatguvchi hamdir. Komik aktrisa Halima Ibragimova 7 dekabr kuni 45 yoshda bu hayotdan ko'z yumgan edi. Uning orqasida qolgan jigarlari, 2 farzand va turmush o'rtog'i. Ko'pgina mish-mishlarga ko'ra Halima Ibragimovadan juda ko'p boylik, tillalar, mol va mulk qoldi. Lekin barchasini uning opa-singillari egallab olishdi va turmush o'rtog'ini haydab yuborishdi. Va turmush o'rtog'i ham boshqa ayolga uylandi degan mish-mishlar juda ko'p tarqaldi. Shu sababdan bu mish-mishlarga ochiq oydinlik kiritish uchun Halima Ibragimovaning opa-singillari va turmush o'rtog'i farzandlari bilan suhbatlashdik. Halima Ibragimova opa-singillari shunday deydi: "Singlimning umuman do'sti yo'q ekan. Hattoki barmoqqa sig'adigan darajada sanashga ham yo'q. Chunki biz buni keyin bildik. Mol va davlat bor joyda faqatgina do'stlar, yaqinlar bo'lar edi. U o'layotgan vaqtida uje biz bilgan edik", deydi Halima Ibragimovaning opasi. Halima Ibragimovaning singlisi yig'lab ko'zlarida yosh bilan "Shunchalar opamni sog'indimki, qayta yonimga kelganida bir daqiqa ham yonidan jilmas edim", deya ko'z yosh to'kdi. Halima Ibragimova o'lgandan so'ng hattoki uning jasadini xususiy klinika opa-singillariga sotmoqchi bo'lishgan. Joni uzilgandan so'ng biz singlimni olib ketgani bordik, lekin shifokorlar bizga berishmadi. Nima uchun deya ko'p bora ta'kidlaganimizda qaysidir bahonalarni ro'kach qilib bizdan pul talab qilishdi. Hattoki o'sha odamlar bizga singlimni jasadini pullamoqchi bo'lishdi, deydi yig'lab Halima Ibragimovaning opasi. Halima Ibragimovaning turmush o'rtog'iga savollar tushganda bu mish-mishlarga asoslanib shunday deydi: "Men hozir hech narsaga tayyor emasman. Meni ko'nglimda faqat Halima. Qachondir uylanamanmi yo'qmi, bu savolga hozir javob bera olmayman. Lekin bunday mish-mishlar hali bo'lganicha yo'q. Ya'ni men hali uylanganim yo'q. Bu haqda hatto o'ylaganim ham yo'q", deydi turmush o'rtog'i. Halima Ibragimovaning farzandlari qizi Gulnoza berilgan savollarga shunday javob berdi: "Onamni juda ham sog'indim. Ko'zida yosh bilan ovozlari titrab, faqatgina eng ko'p erkalashlarini sog'indim. Oyim shovlani yaxshi ko'rar edilar. Har shovla pishirganimda oyim ko'z oldimdan o'tadilar", deya zo'rg'a qaltiroq bilan savollarimizga javob berdi. Halima Ibragimovaning joylari jannatdan bo'lsin. Oyimning haqlariga duo qilib qo'yinglar aziz muxlislar, deya aytib o'tdi Halima Ibragimovaning qizalog'i Gulnoza. Barchamiz bu hayotdan ko'z yumguvchi va barchasini tashlab ketguvchimiz. Shunday ekan, o'tganlarni yodini yod aylab, Halima Ibragimova xotirasi uchun video ostida bir dona like tugmasini bosib, kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldiring.